Hozir yana O'zbekistonga yengillik kirib kelyapti. Grilife mahsulotlaridan batlari kirib kelyapti. Germaniya brend asosida Nirlich. Qarang, bu yerda kofelari bor. Ayniqsa mana tuya suti. Bu tuya suti hozirgi kunda juda ham zo'r natijalar beryapti. Yo'tallarga yaxshi, immun tizim bilan ishlaydi. Umuman har bir inson bolachadan tortib yoshi katta insonlar ertalab va kechqurun obedda ham mumkin tuya sutini iste'mol qilishini men so'rab qolaman, chunki hozir shamollashlar ko'p, infeksiyalar ko'p. Mana shu narsadan chiqib ketasizlar. Immun tizim bilan ishlaydi. Meni eng yaxshi ko'rgan, men juda ham yaxshi tabiiy kofelarni ichaman. Cordyceps kofesi. Cordyceps bilasizlar, bu tabiiy antibiotik bu. Ya'ni kofeda birinchidan kofega kofeini yo'q. Ikkinchidan shakar qamishidan sintetikasi yo'q. Keyin Cordyceps qizil qo'zqorin qo'shilgan. Qaranglar, o'zi ham ishtahani ochadigan juda chiroyli rasmlarni qurib qo'yibdi. Buni ichasiz, kun mobaynida energiya, immun tizim bilan ishlaydi, kuch-quvvat beradi. Qarang, Nirlich Cordyceps kofesini bir kunda 2 marta 3 marta iste'mol qilsangiz bo'ladi.